san'atga bo'lgan e'tibor, e'tirof. Uchinchi qism bo'ldi. Bo'ldi. Bu qanday natijalar beradi? Bo'ldi. O ne? Vay, zo'r. Uchinchi qism bo'ldi. Oy, telefon kelib qoldi. Bu ikkinchi qismda shuning. Bo'lsa bu ikkinchi qismga qo'shiladi. Bolalar qanday qilamiz? Bilan birgalikda iste'dodli ijodkorlar hozir xorijda ijod qilayotgan ekan va xabarimiz borki, shu avvaldan ma'lum Davay. professional ba'zilari faoliyatini davom ettiryapti. Zo'r. Ishlamay qoldi. I see you. Greeny. Xalq uchun yashayman, xalq uchun ijod qilaman. Lekin aziz zo'r. Ular zo'r. Poxuy naxuy. Mana Victory. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Mana hozir javobni ko'ramiz. 73-yillarda men 4-kursda edim. Bir marta konservatoriyani bitirgandan keyin rahmatli ustozim Muxtashev Ana bitta obunachi uçup qoldi mikrofon hozir bolalar. Uçup qoldi. Prosta uçup qoldi. Juma kuni kechqurun poyezdga o'tirardim. Yaxshi bo'ldimi o'yin? Toshkentda bo'lardim. Shanba darsni o'tardik Muxtashev bilan yashab. Yaxshi ko'rincha. O'tirib kechqurun Bo'ldi. shuni borib kelgandim. Prank video olsa nima deysizlar bolalar? Kommentga yozamiz. O'zi aytingchi, prank video olamizmi yo'qmi? Leo. Obuna bo'lib qo'yinglar. Virus 15 bu bugun kanalga obuna bo'ladi. Davay patlashga bo'ldi. Patlashga. Shu ukamiz aytganida patlashga qilinglar bolalar. Stream qilamiz 50 tadan keyin. Obuna 50 ta qilib beringlar. Virus aka qarang, bitta obunachilar chiqaramiz. Qarang. Hop. Shu oyda oxirigacha 50 ta bo'lsa, Ha. 50 ta bo'lsa, Druziyaga 5-6 ta ko'p odam tashlab, obunachilarga ayting. Kommentariyasiga ID nickname'larini yozib ketishdi. O'chirib olgandan keyin ular bilan hammasidan tidem o'ylab chiqamiz. Obunachilar hammasiga ayting buni. Bular Shu oyda oxirigacha davom eting. Sahnaga harakatlaringizni, shijoatingizni ko'rganlar o'ylashadi. ular oyda oxirigacha 50 ta qilib bermaydi, bag'lab tashlaydi. Ha, 50 ta. 200 ta tashlaydi. Qarab turing oyda oxirigacha obunachilar. Patlashga zo'r obunachilar. Bir kanalga qaramayman, faqat video qo'yaman, obunachilarga qaramayman. Agar kim Mana bu nima videonizdagi? Chiqdi-ku. mana hop konkurs ila kimligi agar kim yutsa tidemda nomer 1 bo'lsa menga 50 ga poplar men poplar tashlab beraman. Ana eshityapsizlarmi bolalar? Davay. Kim yutsa tidemda Ana shunday qilaylik. Davay. Agar meni yutsanglar, mana bu ukaxonimiz biz sizlarga populyarni tashlab beraylik. Meni yutsanglar, tademda. Xo'rlasanglar. Ana, bo'ldi, video tugadi.